Assalomu alaykum, hurmatli va qadrdon kitobxonlar. Bugun sizlar bilan yana uchrashdik. Imom Hasan, Imom Husayn kitobimizni davom ettiramiz. 42-bitga keldik. Aqlni shoshiradigan holat. Hazrati Fatima va Hazrati Ali roziyallohu anhu bir-birlariga Alloh rishtasi bilan shu qadar bog'liq holda yashadilarki, dunyoga aslo ko'ngil qo'ymadilar. Ko'zlariga mol dunyo, zeb-ziynat degan hech bir narsa ko'rinmadi. Fatima Zahro Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eng suyukli chechagi, Hazrati Hasan va Hazrati Husayn esa Fatima Ali daraxtining koinotni qurshab olgan ikki tamal toshi edilar. Arshning ikki bezagi deyishimiz mumkin bo'lgan bu sultonlarning qanday hayot kechirganiga bir nazar tashlashimiz lozim. Allohning arsloni va avliyolar sultoni Hazrati Ali karramallohu vajhahu bir kuni uyiga kelganda Hasan va Husayn roziyallohu anhularning yig'layotganlarini ko'rdilar. Bu ikki jannat chechagi nega yig'lardi? Ular nimadan xafa bo'ldi? Bir zumda qalbida olov paydo bo'ldi. Ey Fatima, bolalar nega yig'layapti? Dedilar. Fatima Zahroning iymon to'la dudoqlari pichirladi. Ey Ali, ularning qorni och, shuning uchun yig'layaptilar. Demak, uyda yeydigan hech narsamiz yo'q ekanda. Ha, shunday. Shijoat va hikmat madani bo'lgan Ali roziyallohu anhuning yuzlari iztirobdan oqarib ketdi. Tezda bozorga yo'l oldilar. Ketayotib bir oltin tanga topib oldi. Uyga kelib, holatni Fatima Zahroga ma'lum qildilar. Ey Fatima, bir oltin tanga topib oldim. Buni nima qilishni maslahat berasan? Unday bo'lsa, bunga ozroq un olib keling. Yaxshi. Hazrati Ali roziyallohu anhu un sotuvchi Yahudining yoniga bordi. Yahudi uni ko'rar-ko'rmas undan so'radi. Payg'ambarlik da'vo qilayotgan odamning kuyovi senmisan? Ha, menman. Nima istaysan? Shu oltinni garov sifatida olib, menga ozroq un ber. Sen pulingni cho'ntagingga solib qo'y-da, o'zingga keragicha un olib ketaver. Hazrati Ali roziyallohu anhu biroz un olib uyiga qaytdi. Ey Fatima, aytgan uningni olib keldim, dedilar. Mulohazakor va nazokatli Fatima roziyallohu anhuning yuzida nur balqib, mamnun va xotirjam holda tabassum qildilar. Yo Ali, endi biroz go'sht ham olib kelasizmi? Albatta, nega olib kelmas ekanman? Bu safar borib, qo'ldagi oltin tangani garovga qoldirib go'sht olib keldilar. Olam ayollarining sultoni Hazrati Fatima xamir qilib non pishirdi. Issiq nonlardan Allohning rasuliga ham yubordilar. Jajji bolalar xursandchilikdan o'ynoqlardilar. Olamlar sarvari muhtaram qizlarini ziyorat qilishni maqsad qildilar. Kelib eshigini taqillatdilar. Kim u? Allohning rasuli. Hazrati Fatima shoshib qoldilar. Marhamat qiling, aziz otajonim. Allohning rasuli uyni nurga burkadilar va bolalarni quchoqlab, o'pib, hidlab, erkalatganlaridan so'ng burchakka o'tib o'tirdilar. So'ngra Fatimaga yuzlandilar. Fatima, bu nima? Ey Allohning rasuli, aziz otajonim, bu nonni qanday pishirganimni sizga aytib berayin. Agar halol deb bilsangiz, hammamiz birgalikda yeymiz. Agar joiz bo'lmasa, hech birimiz yemaymiz. Shunday deya bo'lib o'tgan voqeani birma-bir aytib berdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tabassum qildilar. Yo Fatima, tezda bismillohni aytib yenglar. Hammasi birgalikda dasturxon boshida o'tirdilar. Allohning habibi ham ular bilan birga edilar. Endi bir necha luqma taom yegan edilarki, eshiklari taqillab qoldi. Janobi Ali roziyallohu anhu eshikka yugurdi. Kimsiz? Nima istaysiz? Eshikda bir bola turardi. Alloh taolo musulmonlik nomi bilan boyagi oltinni so'rab keldim. Hazrati Ali roziyallohu anhu hayrat ichida qoldi. U ayni daqiqada nima qilishni bilmay qolgandi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bolani yonlariga chaqirdilar. U oltin seniki edimi, bolam? Ha. Ey Allohning rasuli, qayerda yo'qotib qo'yding? Bozorda tushirib qo'yibman, ey Allohning rasuli.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrati Ali roziyallohu anhuga aytdilar: "Yo Ali, borib qassobga Allohning rasuli senga salom aytdi. Senda garovda turgan oltinni so'rayapti. Go'shtning pulini o'zlari to'larkan deb ayt." Hazrati Ali qassobning uyiga ketdi. Borib holatni anglatib oltinni olib keldi. "Mana ol oltiningni", deya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bolaga marhamat qildilar. Bola xursandligidan sakrab uyiga ketdi. Hazrati Ali va Fatima Zahrolar esa chuqur o'yga tolib qoldilar. Ey inson bolasi, bu holatga nima deysan? Dunyoning jamiki azobini, qiyinchiliklarini totgan sultonlarga bir nazar sol. Sen aslo dunyo go'zalliklariga ko'ngil qo'yma. Safar tuqmog'i o'lim dovulini chalmasdan uyg'on. Iymonsiz yumilgan ko'zlarga qabr oqshomlari azob barmog'ini suqishini angla. Qalbi billurdan toza bo'lgan Hazrati Fatima roziyallohu anha bu fonni dunyoning o'tkinchi ne'matlariga aslo ko'ngil bermadi. Hayotning har nafasini Alloh zikri bilan o'tkazdi. Qalb o'chog'ida ilohiy ishq mash'alini yoqdi. Piligi kesilgan sham kabi tundan tongga qadar ko'z yoshlar to'kdi. Ko'z yoshlari shabnam tomchilari kabi oyoqlar ostida to'kilaverdi. Gohi olamga xushbo'y ifor taratgan bo'lsa, goh billurdayin porloq nur sochdi. Kunlarning birida muborak otasining ziyoratiga bordilar. Allohning rasuliga dediki: "Aziz otajonim, menga biroz ihson qil." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob qildilar: "Jonim qo'lida bo'lgan qudratli zotga qasamlar bo'lsinki, Rasulullohning xonadonida 3 kundirki o'choq yongani yo'q. Qizim, men senga bir narsa o'rgataman. Sen uni doimiy takrorla. Zero ularni menga Jabroil o'rgatgan. Borligining boshlanishi bo'lmasdan, butun borliqlardan avval bor bo'lgan va har qanday avvalning avvali bo'lgan Alloh. Ey oxiri o'ylanmagan, butun borliqlarga yo'qlik kelib, hamma narsa yo'q bo'lgandan keyin ham yo'q bo'lmaydigan Alloh. Ey quvvatiga ojizlik va zaiflik kelmaydigan quvvat sohibi bo'lgan Alloh. Ey chorasiz faqirlarni mehri bilan himoya qilgan, o'ta marhamatli bo'lgan Alloh. Ey marhamat qilganlardan da ko'proq marhamat qilgin Alloh." Rasulullohning sahobalaridan Imron ibn al-Husayn roziyallohu anhu aytadilar: Kunlarning birida Hazrati Fatima Zahro Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldilar. Men ham o'sha yerda edim. Hazrati Fatimaning muborak yuzlari ochlikdan sarg'ayib ketgan edi. Allohning habibi unga nazar tashladi va muborak ko'zlariga yosh keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiziga bo'lgan mehr va marhamati sabab yig'lardi.